بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله المسألة السابعة اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا، فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس وذهبت طائفة إلى أنه طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود، وسبب اختلافهم فيه شيئان أحدهما اضطراب الرواية في حديث عائشة وذلك أن في بعضها demek meğerlik kılıpka sebep boğan neyse Hazreti Ayşe'nin rivayeti bir neçe xil kep kaldı dedi. İttirab mu meselesinde ihtilaf rivayet, taaddud rivayet. Bazıda kuntu aghsilu thawba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel mani feyahrucu ila salat ve inne fihi la buqa'al ma. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kiyimini meniden tazlap jüp koydum. Oysa namazga udul çıktı dedi. Yani suna çellere turulup alatta kaçtı namazı mağattı dedi. Yani kurup ketmegen takımını mağalattı. Ve fi ba'diha ufrikahu min thawbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve fi ba'diha fe yusalli fihi. Yani bazı hadisi de ulu tuttum. Aşağı namaz okuyup dedi. Kharraca hazihi ziyadete muslimun. Demek bazı tüjüş var, bazı ulu tutup tatlıtış var. Ve sebebi thani teraddudul meni beyne yüşebbehe bil ahdâfil khariceti minel beden ve beyne yüşebbehe bi khurucil fadalatı tahiret kellebani ve gayrihi. Bedenden çıkılgan pakiz ve pakiz emas narsalar kanunga kıyas kılınmaz, kanunga okşumuz gende kılap buldu. فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة hadisler من جملة بقلة ده بيادك منين جويت كنت دينا بتحزلق للشاتن تشينجن بوسا واستدل من الفرق على الطهارة على أصله نمشي أولوات es pakizem da bir o'zining moddasini nima qiladigan bo'lishi mumkin. Bunda tushunsa ham ulutish orqali tazliq qilolmaydi deb tushungan. Mana bu mazhabda nurg'un usullar orqali tazliq qilish mumkin. Ulaymiz, hatto obtob bilan qurib qilishlarmi pokizlandaydi. Sudan boshqa suyuq pokiz narsalarmi pokizlandi deydi. Mashhulanmi pokizlandaydi. Masalan, o'takni surtirsak, uning pokiz bo'ldi deydi. Demak, ma qarashga yo'q ulutish menetlikni tazlab qilolmaydi deb vaqasahu alal labani va g'ayrihi min al fadalat sharifa lam yarahu najasan. Endi uni badandan chiqadigan pokiz ba'zi narsalarga qiyos qilsa, sutga o'xshashmas. Ayolning badandan chiqqan sutga o'xshatib, bu menimi shunda narsa o'zi pokiz, bunda bir xuddi meynatlikni tazlagandek emas, bunda sut boshqa narsalar to'kilib qolsa, ejitib qilgandek tariqada aylanishtirib tushunib. Va man rajjaha hadith al-ghasl al-farq wa fahima minhu an-najasata wa kana bil ahdath 'indahu ashbaha minhu mimma laysa bi hadath. Demak, Abu Hanifa radhiyallohu anhuning qarshida jush degan iboraga hadisni tarjih qilib, bundan mening najosatligini tushunadi dedi. Ham bu meni bu tarassizlik vaqasiga eng yaqin o'xshaydigan narsa dedi. Tarat sunmaydigan, taratsizlik emas narsa qaraganda tarat sundirgan narsaga, ya'ni tarat yo'qlab qolish ahvoliga eng yaqin. Albatta shunday. Men degan taratsizlikni keltirib chiqaran narsa. Menda deb qarag'achqa bu najis deb qaradi. Va kadalgayda man i'taqada anna an-najasat tazul bil farq. Ul asharqa najasatni tazuldu deb qaraganlar, al-farq yadullu ala najasatihi kama yadullu al-ghaslu wa huwa madhhab Abi Hanifa. Ham ulash orqaliqmi ba'zi bir turlik maynachilikni tazviyatkili bo'ldi deb qarab, bu meni azimshada asl maynat, lekin ulash orqali, tatlash orqali tazviyatdoq deb tushunsa, o'chada menimi yani najis bo'ldi. Imom Abu Hanifa namozida bo'lmuş. Demak, Imom Abu Hanifa mana ikki tarafdan nima qildi? Ammo tarafdan shunda hadisni tarjih qilishda, undan va farqmi bu shu maynatlikni bildirdi. Maynat olmagan uchun ulab buni tatlayman deb ağrımay chiqib namoz o'qiyasa bo'lmamdi. Lekin ulash orqali tazlindi deb qaraydi. Va ikkisi birlashgandan keyin alaykum assalom va rahmatulloh. Musulmonlar kifoyani farqida qurib qolgan taqdirda yo'l chaqda uni yuyitadi. Chunki qurib qolgan taqdirda ulvatsa, uning izi qoladi, moddasi tushib ketadi. Bunda
kifayelenmesi falan. Tazlandı dedi. Hadiste var ana kuntu afrukum min thawb Rasulullah summa yakhruj fa yusalli fihi. Beynak nasamlar. Ve ala za fala hujjata li ulaika fi qawliha feyusalli fihi. Feyusalli fihi diyen sözge eslavağın altıda ulağa delil yok onun. Feyusalli fihi. Naz okudu ona nerediniz bu depturağın bolsa onun delil yok. Bel fihi hücce li Ebi Hanife. Eksice bu sözde İmam Ebu Hanife'nin mezhebinin delil var. Fi ennen necaset tuzalu bi gayrin ma. Qas qarışığa ise bu meynetçilik suudun başqa narsadimi tazlitish buludu. Bu Maliki mezhebiga xilof dedi. Demek Ebu Hanife'nin mezhebini tercih kıldı hazır, özünün mezhebini azizlaştırdı. Ma cumhurlar da meni pakiz deb qaraganlar. Bazı umum ayetlerini ekler. Ve laqad kerramna bani Adam. Kerramna degan so'zdan bunda izzetlengen insanның ergiz tegib esemesine. Ama Hanefi mezhep daha qattiqroq devribdi uni. Bu yerda takrim asli tegi meynat narsani haq narsaga aylantirib etsa, bu g'oyat takrim. Eng qattiq izzetlagan bo'ldi. Bu yerda biz amaniy nijislik bu inson azmi nijisligiga gap bo'lmaydi. Bu insonlik holatning nijisi emas. Lekin mani nijisdir. Alloh taolo bu izzetlagandan keyin bu pokiz narsaga aylandi. Bunday tushun. Feyusalli fihi degan avval hujjat qilmaydi. Uni nega ta'til qiladi? Ya ulan da Jumaylam da uzatiblam namaz o'qidig'ana. Uning da azroq namaz qildi. O'rgasa azroq uning ta'siri qildi. Shu namaz o'qigan ekan bu bir istihbab, ya'ni unda bir tanazzuf, dars kichirdi deb turiblar. Amaliyotda unda jush degan ibora kelgan hadis Hanifimizning dalili. Mavladaqa uzatiblam namaz o'qiydi deganni sal eslib baq jumhurlar. Lekin albatta bunda qarasak yana ahvot nima? Hanifimizning. Çünkü eğer meni nejis bo'ldigan bo'lsa, jumhurning qarashi bo'yicha ish qilsak biz xotirjam bo'lamiz. Yoki bunda deyish mumkin, balki menining asli ba'zan da qaraydigan bu, asli tigida o'z joyidan shundalan qo'saqni er bilan shipirchilan, shumir bilan olsa, bu pokizdir. Yani bu suydik yo'li orqali chiqqanlik uchun bu andan mehnat bo'ldi deb qaraydi. Amaliyotda bu meni chiqishdan ilgari suydik yo'lga bir nima qilamiz shu? Bir xil suyuqlik yo'l ochamiz. Xuddan bu qarasak suyuqning qoldiqlari bo'lsa bir tajribasini o'qigandek. Shu suyuq degan bir xil zarar emasmi? Bir xil suyuqlik chiqiblam o yo'ldan maylab tozalab pakizdan o'qigandek tayyorlaydi ekan, undan orqali serib bilan chiqadan gap. Bo'lmasa suyuqning ma'lum bir qoldiqi bor deb, matribdan nejis bo'lib qol. Asli pakizda bu. Matribdan nejis deb tur. Madi va vadi bu cho nejismi, nejis emasmi? İşkiliz nejis. Menimi nejis oldu. Şurası nejis olan bu. Ama şu şurasının menbaası bir de mi? Dolayı yoksa şu. Ya birisi hem de 11 yıl özürlüğüne şehvetinden kildi. Yani birisi şehvetsiz kildi. Lakin meninin menbaasının bir go'day bunda. Nima yaş balla uni dush keladi emasmi? Kiyim kechakni pokiz tutish, tarat edish, mana bunda diqqat qilmasa bo'lmaydi. Al-bab al-thalith fi ma'rifat al-mahal allati yajib izalatuha anha. Mushu meynatchilikni qanda o'rinlardan tozalatish kerak. Ma ina qo'yganini gachga siz o'qitmaylar, keyin to'xtalamiz. وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك. اشترك ناسدن تزلايمز. أحدها الأبدان ثم الثياب ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. أما الثياب ففي قوله تعالى وثيابك فطهر على مذهب من حملها على الحقيقة. Yani thiyab degan so'zni biz kiydigan kiyim deb qaraganlar manda dalil keltirib bo'ldi dedi. Shu oyat. Va fi thabit min amrihi sallallohu alayhi va sallam bi ghasl ath-thawb min dam al-hayd. Thabit deganda sayyadisdi. Ezg'inni yuvish buyurgan dedi kiyim kechak. Va sabbihi al-ma'a ala bawl as-sabiy alladhi bala alayhi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kiyimiga sepib qo'ygan chaqda suv to'kadiganlar degan. وأما المساجد أنا أورن كاسك فلأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين. واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا؟ يعني هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا؟
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي المشهور. Yani çıkkayanlar juyamdoq, yak bütün şu bir azanı toluq juyamdoq degan ixtiloflashib qoldi dedi. Hadis Ali radhiyallohu anhu mazidin so'ralgan chaqda yaghsilu zakarahu va tawadda deb javob berilgan bo'lg'achqa, o'sha zakarni to'liq juyamdo yoki chiqqan ig'zinlam juyamdo degan masalada ixtilof bor. Va sababul xilafi fihi huwa alil vajibu huwa al-akhdhu bi awail al-asma'i aw bi awakhiriha. Biz burunqi masalalarda bir oldimizda o'tdi bu qoida. Shu ism adna dalal qilgan musammasilardan hisob qilamdiq yoki to'liq hisob qilamdiq. Alaqajayda kishi yuyish degan ya nimaga yuyish, o'sha kishi yuyish degan masalalarda boshni nagichi masal qilish bir qismi muhim qismi degan masalalarda o'tdi bu. Mesela ruku qilsak bir sekund ruku qilsakmi rukumu yoki uzunroq qilsak unda ruku olamdi degan. Meshadan va aniq qolma misol. Zakrning hamma yerini juyamdo yoki shu chiqqan uchinlam ig'zni juyamdo degan. Faman ra'annahu bi awakhiriha ya to'liq hisob qilmaymiz deganlar, ya'ni bi akthar ma yantaliq alayhi al-ism qala yaghsilu adh-dhakara kullahu. ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمذي. Bu bol madide şu çıkan cayınla mı juş vaki? Bunu da kıyas kıp bakıptı. Mezi en nümizde necasatlı fakat ıslab yok yani. Şunu kıyas kıldı şunu. Mezi'nin en necasatlı var mesela. Muttafak aleyhi. Şuna muttafak aleyhi nesini tutup durup şunu kıyas kılıp mana ma'lum davomı şu o'xshaydi shu deb turib. Demak, madima hamda shu maniga o'xshab qoldigan, bir xil o'zirlanishdan chiqadigan narsa. Ya bir narsa o'ylaganlikdan yoki o'zir esqiganlikdan chiqadi. Shu maniga o'xshab qoladi. Lekin bo'yga qiyas qilish masalan nima? Madiga yaqin hamda. الباب الرابع في الشيء الذي تزال به. أما الشيء الذي به تزال فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال. Üç o'rindan bu menachilikni pokiz suv tozaladi deydi. Hozir bu masalamda nim bilan tozalaymiz zada shu najosatni degan masala. Vattafaqu aydan ala anna al-hijarata tuziluha min al-makhrajayn. Yana aldaqi avratdan istinja qilishda masalan tosh, chalma ma'nosi bilan nim qilsa, istinja qilsa bu tozaladi deb ittifoq keldi. Chunki bu nas bo'lganlikdan. Vaqtalafu fi ma siwa zalika min al-ma'i'ati wal-jamidat allati tuziluha. Ma'i'at degan shu suyuq narsalar, jamidat qattiq narsalar. Demak, suv bilan tosh, chalmildan boshqa suyuq va qo'yoq qattiq narsalar haqida ixtiloflashib qoldi. Mushu menachilikni tozalay olamdi, tozalolmaydi. فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. Özü pakiz, naslan bo'lsa, najosatning o'zini yo'qotadigan bir narsa bo'lsa, pakizdan bo'lsa, suyuq olsun, qo'yaq olsun, bu tozlayoladi dedi. Va qala qawmun la tuzalu najasa bima siwal ma illa fil istijmar faqat al muttafaq alayh. Biz amala ma'qulga shu istinja qilishda chalma ishlatdik. Shunda chalma bilan istinja qilish shu bo'ladi. Bundan boshqa yerda suvdan boshqa narsa ishlasa bo'lmaydi. Demak, hozir qog'oz ishlasak bo'lmaydi deganda bu qarashda. Hozir ham qog'oz va qulayga hamma qalalda qog'oz bor masalan. Shu ishlatmaydan qog'ozni aytmasa bo'lmaydi deb qarang. Qog'oz bo'lmagan shu chalmadan olib hozir. Endi hozir shu qiyos qilsa bo'ladi. Lekin albatta chalmadan qog'oz obdaroq tozalash mumkin. Surtib tozalash mumkin bo'lganda. Demak, Imom Abu Hanifaning mazhabi hozir ma'noda hech qanday taqshib qolmaydi. Va qala qawmun la tuzalu an-najasatu bima siwa al-ma illa fil istijmar faqat al-muttafaq alayh. وبه قال مالك والشافعي واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث. رسول الله çekligen mi? Azm bilan roth. İkisi istinja qilmas to'g'risida cheklim bor. Nima uchun desa, bu so'ng jillarning tamaqi, tizak jillarning uloqlarining tamaqi deb illat ko'rsatgan bor. Famana zalika qawmun wa ajazahu bighayri zalika mimma yunaqqi. Bu ikki narsada istinja qilish bo'lmaydi deb qarabdi ba'zilar. Uningdan boshqa narsa olsa mayli. Vastatna Malikun min zalika ma huwa mat'umun zu hurmatin kal khubz. Imom Malik buningdan boshqa hamda nimani chiqarib o'tibdi. Hurmati bor narsa, yemak-ichmak, non, masalan, yak pul, bunday bir narsalarni chiqarib o'tish mumkin. وقد قيل ذلك فيما في استعماله صرف كالذهب والياقوت
qiyla o'sha Maliki mazhabdagi bir ojiz qarashda bu isrof bo'lgan narsalar qarta deyilgan narsa. Hurmatli narsa degani o'sha isrof doirasi chiqib qoldigan. Masalan, hozir pulda istinjo qilishdak masalan. Ba'zan damom chiqib qolsa, yanchiqda qog'oz yo'q. Suv to'xtab ketgan bo'lsa yanchiqdan biror ko'yin chiqarib ham aytib chiqarsa bo'lmaydi demoqchi. Va qawmun qassarul inqa'a 'ala al-ahjar faqat. Ya'ni ba'zan chalmamasa bo'lmaydi deb turgan. Bu mazhab ahli zohir. Demak, bu zohiriy mazhabninki qarashi. Bu bizning vujudga nima uchun berib qolgan bu aytamiz. Ayzgi chiqqanlar chalma ko'tarib chiqib istinjo qilgan ishlar bo'libdi ekan. Vujuddan chalma elib chiqib ekan. Shu bir ahvolda. Bo'g'ashmagan. Shu nimalar etib qilib halollar. Shashidolar to'slab qilib chalma ishlatiyor. Qum bilan to'p bilan qilib bo'lgan. Bizning vujudda burun to'p bilan qilish batug'i. To'p bilan qilib buni ishga saklab o'tib, istibra qilib o'tib qilishlar bor. Hozir yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin bu ish. Yezildi bo'lishi mumkin. Yosh cho'nglar shunday qildi. Hozir yoshlarning bekna qilib ketmaydi. Chalmishlar mayli qarashsa, yana nimani qiladi, masalan, suvdan. Lekin bu istibra qilishda suv tozalashdan boshqa bu qolib qolgan suylikni tozalutimiz deb to'pini tutib turib, o'rtirib bir ish qadam meng'otilgan, hatto birani o'tilib unda odat bor. Chunki suylikdan biror tomchi shayton olib qoladi, shuni chiqarib o'tamiz deb. Keyin bo'lmasa tartib bo'lganiga keyingi asta biror ikki tomchi suylik chiqib qoladi, mayni qilib deb bu istibra qilish. Bu amaliyotda bak ehtiyotdan bagan puxtish yo'sin, lekin islom shariatida bunday qilish keraklik. O'tasan sal bir bijont ortiq o'ttirib, azroq nima kelib qolsa, ki u anda saklab deb igizyaga pastga tushib baqib, o'tilab baqib, bunday qilish ham baklamalaka. Muvassisning davomli ko'ngilida shak kelib qoldigan, aplar bilan chiqib qoldimi deb unda dili g'uldolab ketgan narsa. Buni muvassis deymiz. Wastahna malkum zalika ma huwa mat'umun zu hurma kal khubz. وقد قيل ذلك فيما في استعماله صرف كالذهب والياقوت. وقد قيل degani buningda Imom Malik manda narsa ko'z tutib demakchi deyilib baqdi dedi Malik mazhabda. Va qawmun qassarul inqa ala al-ahjar faqat wa huwa madhhab ahli al-zahir. Va qawmun ajazu al-istinja'a bil 'azm dun ar-rawth. Ba'zilar so'ngakda bo'ladi, tizakda bo'lmaydi deb ayirib baqdi. Va in kana makruhan indahum. Yani so'ngakda qilsa bo'ladi lekin makruh. Yani lekin istinja bo'laverdi debdi. Va shadda Tabari فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس. İmam Tabari taha meynat nasi olsun, pak nasi olsun hammasında istinja qilsa bo'ldi deb qarab. Tabari ayrım özellikle mujtahid. Özellikle mujtahid. Nijaririn Tabari. Mushu Tabari bilan mujtahidlar asosan oyoqlashgan deb qaraydigan gap bor ekan bu. Amaliyotda ular oyoqlashmoqlik endi shu zamonda unda qarab unda cho'ng olimlar tugab ketdi. Hozir men bizning vujudda cho'ng olimlar qammidi juma deymiz-ku. Shunga o'xshash deyilib chiqqan. Endi Shavkan ya 9 asrdan keyin kelganda lekin shu o'z vaqtidagi olimlar shunda deb chiqqan. Hozir bunda mujtahid olimlar shuni tugab ketdi. Albatta undan keyin mujtahid olimlar keraklar, nurg'un olimlar. Ibn Taymiya keraklar, Shavkani keldi, hozir Qardaviy keldi mana. Va sababu ixtilafin fi izalatin najasati bima adal ma'i fi ma adal makhrajayn. Ya makhrajaynda ittifoq keldi. Suvdan boshqa narsada tozalasi bo'ldi deb. Shunami? Istinja qilish, tash chalma ishlatish deylar. Lekin makhrajandan boshqa yerdagi maynatchilikni suvdan boshqa narsa tozalasi bo'lamdi, bo'lmamdi degan ixtilof qilishning sababi halil maqsud bi izalatin najasati bil ma huwa itlaf ayniha faqat. Ya'ni ash maynat narsa yo'qotishlarmi? Agar bunda bo'lib qolsa, suvdan boshqa narsa yo'qotadigan narsa o'xshash bo'ldi. Ya'ni qog'ozda surtasidan pokiz bo'lsa bo'lardi deb menda o'ylab boqqan gap. Yoki lilma fi zalika mazida xususan laysa bi ghayril ma. Yoki suvning alohida favqulodda bir tozalash, alohidalik bo'lib boshqa narsa bo'lmaganlikdan suv bilan xosmi bu tozalash. Faman lam yadra indahu lilma mazida xususan, bu suvning boshqa bir alohidaligi yo'q. Boshqa tozalaydigan narsa bo'lsin bo'lardi deganlar. Qali bi izalada bi sa'iril ma'iati val jamidat at-tahira. Baş qo'yoq suyuq pokiz narsaning hammasida bo'ladi deb qaradi. Va yada hadal mafhuma bil ittifaq ala izalatiha min al makhrajayn bi ghayril ma. Oldi aqqa avratni tozalashda suvdan boshqa narsada tozalashga bo'ldi mana. Unda o'ngin boshqadan bo'ladi deb. Ya'ni bu qiyos deydi. Wa bima warada min hadith Salama radhiyallohu anha annaha qalat inni imratun utilu dhayli wa amshi fil makan al qadr. Uzun kiyimni
jilbabini. Uzun kidan kimni nimasini xuddi quyruq deb bunda atab. Quyruqni uzartirtma yani. Faqala laha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. So'rilmasmi yaga? Chunki yerda mayna nasl va eshakning, uloqning suyuklari oldu. Bu so'rilib minib mayna olsa, keyin pokizaga tigib so'ralsa, burunqining pokiza o'tidi deydi. Bu nasandami? Shu masala. توبة باكزلت تازل وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور من الناس قاعد دسب قاسان الله وتوبون باكزلت pakiz to'piq desab nima degan ekan pakizlanib ketadi yoki surtasi pakiz bo'ldi ila g'ayr zalika mimma ruya fi hadha al-ma'na mushu ma'nda rivoyat qilgan boshqa hadislarni dalil qildi bu Hanafi mazhabining dalillari o'xshaydi va man ra'a anna al-ma' fi zalika mazida khususan man'a zalika illa fi mawdi' ar-rukhsati faqat yaxshini alaylik va endi bu istijmar qilish chalmishiltish bir nasni kap qoldi desda uningla ma'qul deymiz boshqasida shu'umuz bo'lmaydi va huval makhrajan mawdu' ruxsa qasidda chalmishlash bo'ladigan makhrajan walamma talabat al-hanafiyyah va ash-shafi'iyyah bidhalika al-khusus al-mazid alladhi lil-ma usuning alayida xususiyat qasi bir deb biranda talab qilgan chog'da Hanafi mazhabidagi Shafi'i mazhabidagini lajaw fi dhalika ila annaha ibada إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سبب معقولا الله يبارك كوسب رمي بو تعبدي إيش بو ما سنشم يغاش تبترول دي حتى أنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول التاكي بولمن دارت بو سوديان مينات ناس تزلتشمو مشمو biz aqlimiz tushunib bo'lmaydigan ish bu ajoyib bir ish وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي يعني حكما تزلق bu ameliyatda bunun asli tazlalishi bu adam tushunib bo'lmaydi buni bu bakamda aşırı etkilik qanday tushunga bo'lmaydi o'zining sonini tazlab yo'qotib aytgandan keyin shu aniq tursa va inma izalatu bima'nan shar'iyyin hukmi wa tala al-khatab wal jadal baynahum bu bak uzun tutishib ketdi deydi hal izalatu an-najasa bil ma' ibadatun aw ma'nan ma'qulun khalafan an salaf demak bular shu ko'nildan tortib keyingilarga qadar bu suvlan tazliq qilish ibodatmi yoki bir tazliq ishimi bu tushunilgan bu tazlanish dairasida ishmi deb bak qalilashib ketdi deydi vattarat ash-shafi'iyyatu majbur bo'ldi ila an tuthbita anna fil ma'i quwwatun shar'iyyatun fi raf' ahkam an-najasat laysat fi ghayri yaqsuda shariat belgilgan alohida bir xususiyat bor buningda boshqasi yo'q mayna narsani tozalashda bu alohida narsa shariat shuni alohida narsa deb qaraydi deb turadi va in istawa ma'asar al-ashya fi zalatlayn demak maynachilikning o'zini tozalashda boshqa narsani tozalaydi to'g'ri lekin bu suvda bir xil alohidlik bor shariat buni alohida qilgan demakchi bu shar'iy shariat bunda alohida belgilab etgan buni va annal maqsud inma huwa izalatu zalika al-hukm alladhi ikhtassa bihi al-ma' li idhab 'ayn an-najasa miyada maqsad qilingan narsa ay suvda najosatning o'z moddasini tozalashdan iborat misal suv berilgan hukmni hisob qilmaymiz deb biyadalikqa boshqa narsa bu suning o'rnida turdi shu mayna narsa tozalay oladi lekin bu yerda uni biz ko'z tutmay yo'qotib suvda endi shariat bergan bir alohidlik bor deb bu ma'naviy tarafga ta'abbudiy tarafga olib boramiz deydi bal qad yadhabu al-aynu va yabqa al-hukmu bu maynachilikni tozalatgandan keyinmi maynatiga hukm qildigan ahvollar bor deb turadi mesela su maynatchilikni tozalatib turibdi tozalasin maynatlik bir hukm yana qolib qoladi debdi masalan qanday narsa qoladi balki lekin bu bak aqmas ketganmi faba'dul maqsad bu bak nari ketib qoldi dedi وقد كانوا اتفقوا قبله مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية عن شرعية يعني بماذا تكلم برم بولا مينات ناسن تزلاش bu manevi ya shar'iy bundan hukmiy narsa emas bu amaliy aql tushunadigan narsa deb ittifoq kelgan deydi yani bu pokizlik deb ittifoq kelgan deydi bir xil ibodat ishi emas deb nima qilgan validaka lam tahtaj ila niyya demak sen maynat narsani tozalashda niyat bo'lmasin bo'ldi degandan lekin hukmi tozaliqchi masalan vududa g'uslda niyat bo'lmasa bo'lmaydi degan ولو راموا الانفصال عنهم برون başta ikkilerinin karşı birikti şundaymi
bunu bildirdi. Meya kelgan chaqda g'achchida Hanifiy mazhabdan ayilib bayani chiqarishni maqsad qilib qoldi dedi. Chiqib olmoqchi bo'ldi dedi. Nim deb desa bi anna nara anna lil ma'i quwwatu ihalatin lil anjas. Suning maynat naslini yo'qotadigan alaydi kuchi bor deb qaraymiz. وقلعها من الثياب kiyim va badan va boshqa narsalardan tozaltaraydi. Buning bor xususiyat boshqa narsa yo'q deb qaraydi. Bundaroq qilsa bo'ldi. Su degan ajoyib bak obdan tozalaydigan narsa bu. Amaliyotda bunga nima deb javob berish kerak? Su tozalaydan ko'p tepiladigan, obdaroq tozalaydigan narsa bo'lganligi uchun g'oliban bunda su tilga ilingan. Lekin boshqa narsalarda bu suvdan tozalash bo'ldi deganlik bu qolaylik bo'lganlikdan, keng tepilgan bo'lganlikdan shunday degan. Lekin bu yani dalil muxolifa dairasiga kirdi. Bu suvdan boshqa narsa bilan tozalashni bo'lmaydi deganlikni bildirmaydi. ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الابدان والثياب. Demak, suvda endi bir alaylik bo'lganlik uchun kishilar shuni asos qilib, suvni ishlatib mangan tozalik qilishda desa, menda degan bo'lsa sal endi joyida gap bo'ldi deydi. Undan boshqa gap javob ketadi. بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء. بلكي تخم من ده اعتقاد قلقش. سودا من ده برخل alaylik bo'lganlikdan tozalashati obdaroq tozalagan bo'lganlikdan shariat shuni tanladi deydi. ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا وادخلوا في المذهب الجاري على المعاني. Demak, fiqh uslubi bo'yicha sal joyida gap qilgan bo'ldi dedi. Bunda degan bo'lsa, yuqoriqidek degan bo'lsa, fiqhga loyiq, fiqh doirasiga tushadigan bir gap qilgan bo'ldi dedi. Amaliyotda bunda deglik ular. Manda dis joyida bo'ldi deb Ibn Rushd manda degan bilan amaliyotda ular uni deplar. Yani bu suvning bir xil obdan tozalash roli bor deb bo'lgan gap. Ibn Rushd bal ko'rmagan bo'lishi mumkin. Va innama yalja'u al-faqih ila an yaqula ibada idza daqa alayhi al-maslak ma'al khasm. Ve qarshi taraf bilan tutishib xalt ko'chirib hech qanday qichish yo'lda topolmay qolgancha yo'q bu ta'abbudi işte deblam turvaldiga aytdi. Bu faqat shu chog'da majburan divalada deydi. Qolmas uchun. Fata'ammal zalik fa innahu bayyinun min amrihim fi akthar al-mawadi'. Bu fuqahaning bunda munozara, fiqh muqaranni o'qisam, bu ko'pincha ahvolda mana bunda ko'rinib turdi bunda qilgan şey. وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. يعني أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يستنجي بعظم ولا روث. Demek müşahede çeklemede sonrakiler sizekte istinca kılması doğruluk çeklemede ihtilaflaşıp kaldı. فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك. Ya to'sqan ekan bu faqat istinja bo'lmaydi deb qaraganlar joiz emas bu. Va man lam yara zalika id kanat an-najasatu ma'nan ma'qulan hamala zalika 'ala al-karahiyya va lam yu'addihi ila ibtal al-istinja'i bidalik. Endi yo'q bu tozalash nimasiga ish bo'lgan ekan, tozlik qilish ish bo'lgan ekan, bu narsani tozlay oladi amaliyotda, lekin bu boshqa tarafdan jinlarning tamoqqa, jinlarning uloqlarining alifi o'g'anlikdan bunda bo'lib qolgan amaliyot tozlayoladi deb bunda tushunganlar. Bu istinja buning bilan bekor bo'lib ketmaydi, tozlash bo'ldi, lekin tarafdan makruh bo'lib qoldi deb joiz bo'laverdi degan. Ya'ni masalan birisi sizakda istinja qilibdi. Qiz istinja bo'ldi, lekin tar bo'laverdi dedi. Va man farraqa baynal izami va rawth fa li anna ar-rawth najisun 'indahu. Yani so'ngak bilan sizakni ayirganligini debdi. So'ngakda bo'ladi, sizakda bo'lmaydi deganda chunki sizak maynat, so'ngak maynat emas dedi. Manda ayırıp. Hanifiy mazhabning qarshi haqiqatan buning jalliq mana deb turadi. Demak, hozir qog'ozda aytyapsizmi? Istinjoda qog'ozda aytib chiqsizmi? Pokiz bo'ladimi? Chalmadan obdaroq tozalaydimi qog'oz? Al-babul khamisu fi sifati izalatiha. Qaysi usul bilan tozalaymiz buni tozalagan chaqda? Maynatlikni yo'qotgan chaqda qanday usulda yo'q emas. وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح. Yuyish, surtish va suv chechib chayqash orqali najosatni tozalaymiz deb ittifoq keldi.
لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار ومن إذا كاجلكتن اتفاق بابنا واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محل النجاسات جوش تجان هر قندا أورنا هر قندا من نجسن تزال الغناسة بكش قيادة قربتون وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين يعني اتفاق كاجا مثلا مش مخرجين ديك نجاستنا شلما سرت إيش أرقلق تزاشت بلودو دبر ويجوز في الخفين أتك نما عند سرت تطلم ياجا مقص باك زولدو دب اتفاق كلده وفي النعلين من العشب اليابس يعني كاش نما مثلا عشب اليابس تيجندن مقصد كروب أشوب سرت بس بلدو دماغشمو مثلا عشب اليابس تيجن يا ده كروب غزان بيزن أصلية سرت بس بلدو يا ك سمان bunun sürtmesinin tazlındı demek için ha belki. Ve kederge zeylul mer'ati tawilu ittefaqu ala enne taharatahu hiye ala zahir hadis Ümmü Seleme'de min el-ushb el-yabis. Lekin bu yerda yutahhiru ma ba'dahu deb keldi. Ushb el-yabisning gapi yo'q-ku. Balki endi yo'lladan chimchimda saman, paxal bundan asl bo'ldi deb qaramoqchimi ha? واختلفوا من ذلك في 3 مواضع هي أصول هذا الباب. Yani müşahede asas talashlar sebep bulduğan yani çoğun meselede qaralgan 3 meselede ixtilaflaşıp qaldı. أحدها في النضح لأي نجاسة هو سود çayqotiplam suda götüp çayqotish tazliq qilish bu qanday najosat shunda qilindi tazlindi va thani fil mash لأي محل هو sürtütishda qaysi o'rin kashkilam xasmo ya boshqa yergimi bulamdı. Badan ittafaqu ala ma zakarna. Yuqulqina aslam ittifaq kelgan o'rinlar. Endi mavi ixtilof bo'lgan o'rinlar. Va salis ishtiroat al-adad fil ghusl wal mash. Andan jugan chaqda 3 qatim 7 qatim deb bunda sanni shart qilish. Surtganda ham shunda sanni shart qilish masalasi edi. Amma nadhu degan suv tegib chaqotish degan bo'ldi. Fa inna qauman qalu hada khasun bi izalati bawl at-tifl alladhi lam ya'kul at-ta'am. Bu tamoq deyishga tushmagan istimayotgan bolalar ham xos, shuning sudikiga ham xos debdi. Wa qaumun farraqu bayna bawl adh-dhakar fi zalika wal untha. Ba'zida bu aqalning qiz bola bilan o'g'il bolani ayirdi dedi. Beşiktaş'ın sürdük okşaşmaydı. Fekalu yundahu bawlul zakari ve yughsalu bawlul unsa. O'g'il buvoqolning sudiki suv chechib bilan tazlitildi, qizvolninki juyildi debdi. Va qawmun qalu al-ghaslu taharatu ma yutayaqqan bi najasati. Nejislikka keskinlashgan narsa bo'lsa juymas, shaklinib qolgan narsa suv chaqotmas. Suv chechib bilan suv to'kib chaqotishni. Va huwa madhab Malik ibn Anas radhiyallohu anhu. Va sabab ixtilafihim taharrud ad-dawar al-ahadith fi dhalik, ya'ni ixtilafun fi mafhumiha. Hadisni qanday tushunishda, zohirni tushunishda dedi. Va zalik anna hauna hadithayn sabitayn fi an-nadh. Suv to'kib chaqotish to'g'riliq ikki sayyidish kelgan. Ahaduma hadis Aisha radhiyallohu anha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yu'ta bis-sibyan fayubarriku alayhim wa yuhannikuhum. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishig'a duo qilib qo'ysin, ya'ni barkat tilab qo'ysin deb kichik bolani akildi haqla. Akagan chaqda ular barkat tilab, yubarrik yani barkat tilab, va yuhannikuhum yani ularga bir narsani chaynab, qovmini chaynab, unda og'zining tomoqiga sugab qo'ydi. Yuhannik degan shu hanakka surtib, tomoqni surtib qo'yish degan bo'ldi. Ha, va Rasulullohning akili balaqa tunji qatim tamoq yeydigan chaqda yoki yangi tug'ilgan vaqtda Rasululloh ig'izlantirib qo'ysin, bir tamoq yegizib qo'ysin deb akasi xoma unda binasini chaynab, uni boqonning unda usti tamoqiga surtib qo'ysa, bolaning og'zi shirab, ta'mini tetiydi. Taqvodar odam bo'lsa, shulam tavarrukni qilib, uning duosini olib, shu Rasulullohning ishidan kelgan. Sahobalar bolalar tug'ilsa, yoki unda ig'izlantirgan chaqda, ism qo'yilgan chaqda Rasulullohning oldiga ekilib, duosini oldigan bo'lg'achqa, keyin kelmam da endi taqvodar olimning duosini olib, ism qo'yib paslar deb, ya ig'izlantirib paslar degan odatda Uyg'urlarda ig'izlantirish. Kim ig'izlantirsa shuning tabiati singdi. Dabilqa bola to'la gap qilgan bo'lsa, vat odamni bo'lsa ig'izlantirib mittiga deydi. Bunda bir nima bormi? Bunda uning tabiati aning singdigan degan bir xilamda. Albatta buning bir xil munosabat bo'lishi mumkin. Utiya bi sabiyin fabalali. Shu tariqada bir kichkina akayannikilam sir qo'ydi. Fadaa biman faatba'u bawlahu va lam yaghsilhu.
su akıblam üstüne su töküvetti. Onu jumide deydi. Ve fi ba'd rivayati fanadahu ve lem yaghsilhu. Yani su tekep çakıvetti lekin jumide dep kelgan. Bu Sahih Buhari'de var. Vel aharu hadis Enes el-meşhur hina wasafa salata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi beytihi faqala faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tul ma labith. Uzun turib qardab ketgan bir bo'riga g'ash qilib men su töketdim. Fanadahtuhu bilma. Su tekep çakıvettim dedi. Şu mekan namaz o'qib. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e öyle kirib bir namoz o'qib bersa deb taklif qilgancha nerede namoz o'qiyman degan yerda qari bo'rini hamda qattiq su akiblam chaqib ustini bir tozalab o'tibdi-da. Lekin amaliyotda bu bo'rining ustini bu su chaqib tozalatish asli najosatning masalasi emas bu. Endi ya aliqa isib ketgan bo'lsa so'rindisin deganda, yoki to'pa bunda bo'lib ketgan bo'lsa, uni ustini su chaqiblab pak-pakiz qildi deganda Rasulullohning pakiz namoz o'qisin deb. Bu najosatning asri yo'q buning. Asli bu nima bo'lmasi kerak. Istidlol o'rni emas bu. To'limali bitan uzun turib qardab ketgan kishi bo'lib ketgandek bunda narsa o'qitqa u mehnat narsa emas asli. Bu mu Sahih Buhari'de bariz. Feminin nas men sara ilal amal bi muqtada hadis Ayşe. Ayşe radhiyallohu anhaning hadisi bo'yicha ish qilganlar bor edi. Alaqa shuni tükütde balının sudiki geldi. Ve qala hada khasun bi bawl as-sabi ve istathnahu min sa'ir al-bawl. Demek bu hadis taqishib qolgan ekanda, jumidi deganga taqishib qoldi-ku. Su tökedi. Bu ash kichik balının sudiki bu xas bu. Ama kichik balının sudiki adam xali bo'lib bo'lmaydi. Şunu o'rtasidan quchini kirib siyib qo'ygan olgan ekan, uni davomli yuvib siqib bunda qilman desa, qiyinchilik bo'lib qoldi. Şunu bu xas kelgan hukm deb turibdi. Va minan nas man rajjaha al-athar al-waridata fil ghusl ala hadha al-hadis. Yani ba'zi olimlar yo'q, yuyimiz degani shu kishi. Chunki bu nadhmi bir xil yuyish deb turibdi. Nadhning o'zimi, yani chaqashning o'zimi bir xil yuyish bu deb. Yuyimiz deb turibdi. Wa huwa madhhab Malik. Wa lam yara an-nadha illa alladhi fi hadis Anas. Demek İmam Malik Enes'nin hadisiga yaliqdak to'pamdan asning qilish shuni chaqirtmas. Bu najosat bo'lmagan ekan. Lekin boshqa narsa juyimiz deb turoldi. Va huwa thawbul mashkuk fihi ala zahir mafhumi. Demak uni baklam ig'ir o'ylab kelsak nim bo'ladi desa, balki ham bal shaqolashib qo'ygan bo'g'itdi ehtimollik bir shak paydo bo'ldi. Uzun turgan ekan, bu shaqolashib qo'ygan uloq o'dika Açık biznesi sip koygandak ahol bo'lishi mumkin da sal shak kelib qoladi. Shu tarafdan shak kelib qolgan taqdirda chaqvasam bo'ldi deganga ani apiribdi. Wa amma alladhi farraqa fi dhalika bayna bawl adh-dhakar wal untha fa innahu i'tamada ala ma rawahu Abu Dawud an Abi Samh min qawlihi sallallahu alayhi wasallam yughsalu bawl al-jariya wa yurashu bawl as-sabi. Bu balki hasan darajaga hadis bo'lishi mumkin, ha? Sunan rivoyat qilingan. Demak, o'g'il bovoq bilan qiz bovoqni ayiradi. Bu ayrishning asosi bormi yo'qmi? Emniyette buna adeta tadqiq bahsi buldu onda kimyaviy xayon qilibchi. Lekin mening unda isqil shimchamda qizvalning sudiki sal bir xillikqa boshqa moddalar bilan bo'ldigandek. O'g'alning sudiga qaraganda. Unda bir xil ortiq bir narsa badek his qildim men. Bizda qizlarimni ba'zi to'simiz masalan bunda odatda diqqat qilsa, men o'sha hadisni ba'zida o'ylab bas bu qizvalning boshqasining bo'lishi mumkin deb o'ylab qolgandim. Qizvalning sudiki bir xil masalan bir shilash modda badek, bir xil bir ortiqlik badek ko'rindi amaliyotda. Va amma man lam yufarriq fa innama i'tamada qiyas al-untha ala al-dhakar alladhi warada fihi al-hadith ath-thabit. Demak, o'g'ilnikiga kelgan ekan, mushuni qiyas qilib bilan o'xshash deb qarabdi. Va amma al-mashu endi mas qilib surtib tozalash kelsak, fa inna qawman ajazuhu fi ayyi mahallin kanat النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة. İmam Ebu Hanife qanda urunda şu necasetni sürtüp bilan tozalasa, yani pokizini yurdi, urun hammasi o'xshash deb turibdi. Va kadalika farq ala qiyasi man yara anna kullama azal al-ayn faqat tahur. Najosatni o'zini yo'qotgan narsa pokiz bo'lar deb qaraganlar shu qarashga asosan ulash, tatilashmi buni yo'qotdi deb qarabdi. Ve kavmun lem yucizuhu illa fil muttafaq alayh. Ba'zan ya kash yoki mahrajayn degandagi mani shuningda da tozlaydi, boshqa tozlamaydi. Va huwa al makhraj va fi dayl al mar'ati va fil khuf. Va dalika min al ushb al yabis la min al adha ghayr al yabis. Ayna. Ushb al yabis deganda misal ushb al yabisdan tozlash degan gapkan. Nima la min al adha ghayr al yabis deydi. Al adha al yabis demakchi ekan asli. Ushb al yabis degandan qurib qolgan mehnat narsalar demakchi.
Demek bu surtish nimadan tozlaydi ekan desa, endi quruq qolgan maynat narsalarni surtish orqali tozalatish mumkin. Ammo ho'l narsa bo'lib qolsa, unda tozalash bo'lmaydi. O mazhabi Malik. Va haula lam yu'iddu. Qiyas qilmadi demakchi. Yu'addu ekan nima? Arab qo'yibdi, yu'addu ha? Yu'addu xato. U sanadi deb lam yu'addu al-masha ila ghayr al-mawad allati ja'at fi ash-shar'. Masni shariat kelgan o'rindan boshqa narsalarni qiyas qilmadi dedi. Boshqa o'rinlarni mas qilish kelgan shariatda bu o'rinlarga qiyas qilmadi dedi. Yoki boshqa yerga o'tkazatmadi dedi. O'tkazish degan ma'noda. O'sha qiyasni demakchimda. Va ammal fariqul akhar fa innahum adduhu. Boshqalar qiyas qildi. والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم veya talashtirishning sababi bu shu joyga xos berilgan ruxsatmi yoki umum bir hukmmi dedi. Faman qala ruxsa lam yu'addiha ila ghayriha. Agar bu ruxsat deganlar uni boshqaga olmadi dedi. O'tkazmadi hukmni. Ya'ni qiyas qilmadi dedi. Wa man qala wa hukmun min ahkam izalati an-najasa ka hukm al-ghasl addahu. Bu bir hukm, maynat narsani tozalashning hukmi shu deb qarasa, uni boshqaga qiyas qildi. Boshqa yerni uni qiyas qildi dedi. Va amma ixtilafun fil adad fa inna qawman ishtaratu al-inqa bo'lish kerak. Pak tozalashlam shart. Yuvish ya masx qilishdi. Ba'zilar istijmarda adad shart qilindi, yuvishdimi adad shart qilindi debdi. 3 qatim degan 3 qatim, 7 qatim, 7 qatim degan. والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع. مثلا يتجيمز يتا مشال يتجيمز اشتن كده أن من ضايع 3 قتم جيمز ده شيء كلام خاص قلده. ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات. بعض لا أم نجاسات مش أخشاش ده بقرق الله عليه كياس قليل رتمنا. وأما من لم يشترط العدد لا في غسل ولا في مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة. İmam Malik ve Abu Hanife san muhim emas bu yerda. Çünkü mefhumul adat bu adatda bir xil aciz go usul fiqhda. San muhim emas, tozalash muhim deb qaradi dedim. Şuna iştinin nimasini chepilib yalab qo'yganda qachini 3 qatim juvasi bo'ldi dedi. 7 qatim juvasi bo'ldi. Tozalasi bo'ldi dedi. Onda boshqa nimani 3 qatim shart emas. 3 qatim juvsa tozalansa 4-chi 5-chi qatim juymas. Agar 1 qatim juvsa tozalansa bo'ldi ketdi dedi. Demak al-inqa masal qildi. Va amma man ishtarata fil istismar al-adad amda san muhimda deb shart qilganlar, ya'ni 3 ahjar la aqall min zalik. Mas istinja qilgan chaqda 3 chalma bilan qilamiz deganlar, faminhum ash-shafi'i va ahli az-zahir, va shafi'i bilan zahiriylar dedi. Yani bu mazhabda 3 chalma bilan qilishlar, lekin buni mustahaba bunda deb qaraydi. Uni albatta qanda ishlatishning uni tafsilotlari degan nurg'un tafsilotlar bor. Birinchi chalmani oldin oqib, ikkinchi chalmani oqibdan oldiga, uchinchi chalmani manda tutimiz, manda apirimiz, manda aklimiz degan tafsilotlar bor. Wa amma man istarata al-adad fi al-ghasl wa iqtasara bihi ala mahallihi alladhi warada fihi wa huwa ghasl al-ina 7 min ulugh al-kalb. Sanni e'tibor qilamiz shart, lekin shu san kelgan o'ringa ham qartmaymiz masalan. 7 qatim juyimiz degan ish masalasida mushunga 7 qatim juyimiz debdi. Fash-Shafi'i man qala bi qawlihi. Demak Imom Shafi'i bunda da turib oldi dedi. Ishning nimada 7 qatim juyimiz. Lekin boshqada 7 qatim emas. Va amma man addahu wa ishtarata 7 fi ghasl an-najasat fa fi aghlab dhanni an Ahmad ibn Hanbal minhum. Boshqa narsada mo 7 qatim juyimiz deb turib olganlar balki Imom Ahmad bo'lishi mumkin debdi. وأبو حنيفة يشترط 3 في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين عن الحكمية. demek İmam Abu Hanife ayni ba najasat olsa şu ayni najasat yo'qilgan bilan bo'ldi, tozalandi degan gap dedi. Ammo ko'rinmaydigan najasat bo'lib qolsa 3 qatim yuymas, martam 3 marta tugaydi shunlar. Ya'ni o ko'rinmaydigan najasatni 3 qatim yuyish bilan ko'ngil bo'ldi, xotirjam bo'lib bo'ldi, buni chataq yo'q deb qaradi. To'ng'iz yalab qo'yapti. Qanday qilib qachin chiqib o'tamdi? Tozalaymiz shu. Lekin ishning sho'lgiga to'ng'izda bor najosat sho'lgidan ig'ir bo'lishi mumkin. Chunki to'ng'iz so'ngni yumishtanmaydi o sho'lgi. Ishdan yumishtirdi. Balki anim bemazab shunday deyish mumkin. 7 qatim desa bu cho'shqi buningda ig'ir najos turib, buni 3 qatim yeymiz, bu 7 qatim
onda degan gap bo'lmaydi. Unda deb e'tiroz bildirish mumkin. Lekin u unda deyilmaydi. Chunki ishdan alohida nimasi bo'lishi mumkin. وسبب اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد. Demek san aniq kelgan hadislarda shuning zohirdan da ixtiloflashib qoldi. Qanday tushunish kerak? Bu san zodi muhimmi bu yerda? Tozalash muhimmi yoki boshqa? Va dalganda man kana al-mafhum indahu min al-amr bi izalati an-najasa izalatu ayniha lam yashtarit al-adad aslan. Bunda hamda shu meynatlikning tozalasi bo'ldi deb tushungan. Bu yerda maqsad meynatlikni tozalash deb tushunsa, san muhimmi deb qaradi. وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجي بأقل من 3 أحجار على سبيل الاستحباب. Salman radhiyallohu anhu hadisida chalmadan az unda istinjo qilmaslik buyurildi degandek bunda hadisda bu yerda chalmat nima qilish mustahbni bildirdi deb tushuntiribdi. Hatta yujma baynal mafhumi min ash-shar' wal masmu' min hadhihi al-ahadith. Demek hadisdagi sonlar bilan biz shariatdan tushungan aqliy yakunlarimiz ikkisini birlashtirish uchun amanda deb jama qilib qo'yibdi. Yani bir mezhebden cem kılışı olmuş o. وَجَعَلَ الْعَدَدَ الْمُشْتَرَطِ فِي غَسْلِ الْاِنَا مِنْ وُلُوغِ الْكَلِبِ عِبَادَةً لَا لِلنَّجَاسَةِ. Bu İmam Malik'in ıstı, bu ibadet ettirir. Bu ona biz şunu bulamayız. İşten gene şunda şu buyruğu da aşı boyu çıktığımız bizim kallımızda ötmüsü mu yaptı. وَأَمَّا مَنْ صَارَ لَا ذَوَارِ هَذِي الْآثَارِ وَاسْتَثْنَاهَ مِنَ الْمَفْهُومِ. Ama biz şeriatın düşüngenlik. Meyden nas tazlansılam tükide diyen ma mefhumdan ayrım nasi ma o hadistikagine deb turaq Allah. فاتصل بالعدد على هذه المحل التي ورد العدد فيها. أشعر الله خاص بو سان دبتو مثلا استنجاده 3 çalmışlıksız. İşten kendi joğançal 7 qıtım juysiz. وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات. Endi hadislarning zahirini bizning aqliy yakunlarimiz, tushunchamiz oldi o'rinda qo'ygan bo'lsa, bu chaqda hamma najosatlar shunda qilmaymiz. Ya'ni hamma najosatni 3 qatim yuymaymiz degandek, bunda sanni hammaga ifoda edadi. Va amma hujjatu Abi Hanifa fi thalatha fa qawluhu sallallohu alayhi vasallam idza istayqaza ahadukum, yani 3 qatim yuyishdiki asosi deydi. Min nawmihi falyaghsil yadahu thalathan qabla an yudkhilaha fi ina'ihi. Nima uchun desa bu qo'ldagi najosat biz ko'rmaymiz hozir. Ko'rgan bo'lsa, qatcha bir qatim yuplam tozalab yo'qitsak bo'ldi. Ko'rmagandan biz buni to'g'ri xotirjam bo'lish uchun 3 qatim yuymaymiz. Najosat moddasi aniq ko'rolmaydigan narsa 3 qatim shart deb bunda. Bu xuddi Imom Abu Hanifaning mazhabini hozir bunda tarjih qilgandek bir narsa aniq chiqmasmi azroq zakab qilyapti. Chunki ma hadis bak tushib qolgan ekan onunga. Qo'lda aniq najosat yo'q-ku. Qilib qo'ygan kishi ehtimolligim. Al-bab as-sadis fi adab al-istinja. Istinja adab qoidasi to'g'riliq. Wa amma adab al-istinja wa dukhul al-khala'i fa aktharuha mahmulatun 'inda al-fuqaha'i 'ala an-nadb. Mustahab ishlar deb qaraldi deydi. Wa ya ma'luma min as-sunnah kal-bu'd fi al-madhhab. Bu hamda hadislarda shunda kelgan bo'lg'achqa biz hadislardan shunda tushundik uni. Adab qoidasi, xalaqanda barimiz qanchalik jiroqlik ko'rmadi. Kalbod fil mazhab degani qanchalik hamda jiroqlar tayyor ko'rib qilishdi. Insonlar bayat. Burun hamda to'saq yo'q, bunda nima bo'lgan ekan, tuzlanlikda kiramaydilar yo'q berish uchun sal jiroq ma'nopdi. Idaradal haja va tarkil kalam alayha gap so'z qilmaslik masalan. Ajit qilayotgan chog'da gap qilmaslik. Va nahyanil istinja bil yamin, o'ng qo'ldan istinja qilmaslik. Zakirni o'ng qo'l tutmaslik degandek hadislarda kelgan mushunimildan biz mustahblikni oldik dedi. Va inna maxtalafu min zalika fi masalatin wahida mashhura. Mashhur bir masala talash bo'lib qoldi dedi. Albatta undan boshqa masala talash bo'lishi mumkin, lekin maktab cho'ngroq masaladan buni eklib bo'ldi qilaydi. Va istiqbal al-qiblati lil-g'aid wal-bawl va istidbariha. Cho'ng kishi tarif qilgan chog'da qiblaga oldi keyinni qilish masalasi edi. Fa innal ulama'i fiha thalathatu aqwal annahu la yajuz an tustaqbalu al-qiblatu li-ghaidin wa la bawlin aslan. Oldi keyinni o'rtasi qat'iy bo'lmaydi. Cho'ng kishi tarifda. Va la fi mawdi'in min al-mawadi'. Har qanday o'rinda edi. Bino bo'lsin, tuzlanlik sahro bo'lsin. Va qawlun inna daga yajuz bi itlaq. Hamma yer bo'laverdi degan aksicha qarashgan. Şimdi qarash va qawlun innahu yajuz fil mabani wal mudun va la yajuz zalika fis sahra'i va fi ghayri al mabani wal mudun. Tuzlanlikda jaiz bo'lmaydi,
shar ichi yoki bino bayada buludu. وسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان بربريز كنا بقاغان سيد سوا أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا دينا مش هذا الوقت شو مدينة نسبة الشرق غرب taraf bulunmaganken shunda deydi. Sharq tarafga, g'arb tarafga uzilganlarken bu yerda hozir bizning deymiz buni. Bizning vatanda ya shimolga janub qarang deganda bunda tushunsak bo'ldim. Qiblaga qaramay boshqa taraflarga qaranglar degan ma'noda deydi. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجتي على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. أمان أمدا أمشيرام حفصة uyning o'ziga chiqsam rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sham tarafga qarab qiblaga aqini qilib ikki qishning ustida hojat qilib o'tag'ilqini ko'rgandim. Keyinni qildi degan gap hozir. Bu ikkisi biz gap qilganda ko'ringanlikdan hozir ulamolar shuni talashdi. Fadaban nasu fi hadayn alhadithayn thalathatu madahib. Buni qanday muvofiqlashtirishda 3 xil usul qo'llanadi. Birinchisi jama qilib baxtdi. والثاني مذهب الترجيح والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض. قرر إيش قراشنا نشوف. مذهب الجمع دقينا شهر إشتري وصل شهر هذا من داوس ده بقى ترجيح دقينا هم ياد بومايدو دقيلا بومايد قادسنا نقول. وشين نسا براءة الأصلية قاتل جائز دقيلا. وأنا بالبراءة الأصلية عدم الحكم. أصلي دقي حكم يخلق مسألة دمكشة. الأصل عدم الحكم. Rasulullah kayyandan keyin o hukmni paydo qildi-ku, qildi. Aslida unda hukm yo'q. Asl qoida demakchi. Faman zahaba madhhab al-jam'i hamala hadis Abi Ayyub al-Ansari ala as-Sahari wa haythu la sutra. Abu Ayyub al-Ansari oldi kayinni qilmanglar deganni undabda bu tuzlanlikda, ochiq maydon sahrolda degan gap. Dalda to'salg'i yo'q yerda demakchi. وحمل حديث ابن عمر على السترة. ابن عمر نيجي وندا دلدوا يالده مثلا وإذا باش بينالوا أولوا تزبط. وهو مذهب مالك ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب. ترجيح الله ابن عمر نيجي أمايلهم أش بوم ما يدود جن الإسلام ألده. لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر. Demek hazır mı ya da ne için anı tercih kıldıysa çünkü birisi de yeni bir belgelim var, birisi de aslında boyunca hüküm belgelemezlik kelgen bolsa, qazi burun qazi keliki ma'lum bo'lmasa, qanday qilish kerakda? Yusaru ilal hadisil musbit lish-shara deydi. Yeni hüküm kelgan hadisga amal qilinadi deydi. La'annahu qad wajaba al-amal bi naqlihi min tariq al-udul. Chunki buni ishonchli ravilarning rivoyat qilish orqali bunga amal qilish vojib bo'lib qoldi. Va tarkul ladhi waradayda min tariq al-udul. Endi qanday qilmasin bo'ldi Ibn Umar rivoyat qilgan Rasululloh o'zi chiqqanmisimi? Umi ishonchli yo'l bilan keldi. Yumkin yakuna dalika qabla shar'i dalika al-hukm. Bu burunqi ahvol bo'lishi mumkin deydi. Alkayning qilmanglar degan cheklama kirishdan burunqi ahvol bo'lishi mumkin. Va yumkin yakuna ba'dahu keyingi bo'lishi mumkin. Falam yajuz an natruka shar'an wajaba al-amal bihi bi dhannin lam nu'mar an nujiba an-nasx bihi. Shariatdan ashu shaylik ravilar orqali Abu Ayyub bilan Sarin hadisi bekitilib ketgan shariatni biz nimaga asosan tashlab qo'ysak bo'lmaydi? Bir bunda kaskin bo'lmagan, jazmlashtirmagan nimaga taynab lam nu'mar an nujiba an-nasx bihi. Uning bilan ani hukmni amaldan qoldi demaymiz-da biz. Uning buyurilmagan deydi. İlla law nuqila annahu kana ba'du. Faqat lam bu ish anidan keyinti deb qaralsaydi, unda biz mansukkan deb e'tiqod qilsak bo'ldi. Lekin bunda ahvolda mansukkan deyishga buyurilmadik biz. Chunki bu yerdagi keskin narsa emas. Inna zunun allati tastanidu ilayha al-ahkam mahdudatun bish-shar'. Demak, mushu zanga tayangan ahkamlar shariatda bek cheklik deydi. Ya'ni zanga asosan buni vojib qildigan yoki ko'taradigan ishlar bek oz. Va laysa ya ayyi zannin ittafaq. U dilkagandalar o'ylab qolgan narsa bo'yicha emas. Nayt alohida salliq o'rinladilar shu zanga amal qilamiz deydi. Va lidalika yaquluna innal amal ma lam yajib bil-zann va innama yujab bil-asl al-maqtu' bihi. Shunga olimlar deydi innal amal ma lam yajib bil-zann. Bu yerki amal zan bilan vojib bo'lmaydi deydi.
va innama vajab bil asl maqtubi. Yani zanga amal qilishga buyurilgan keskin oyat va hadislar bor. Manda ola qolsa manda qilinglar degan. Alaqqa masalan namoz o'qigan chaqda nimada manda o'ylab qolsanglar az bo'yicha qilinglar 11 xil zan. Ayında bir zanlı bo'yicha amal qilish kelgan bo'lsa, lekin biz o zanlar emas, hadisga tayanib qilgan bo'ldik deydi. Va yuriduna bidalika ash-shar'al maqtubihi. Yani shu hadisni demakchi deydi ya oyatni. Allazi awjabal amal bidalika naw' min az-zan. Shu nimani bo'yicha ish qilinglar degan. Masalan, hukm qilishdimi, jazolashdimi shu zanlar hukm qilgan gap. Demak, shu oyat hadislar shu zan bo'yicha hukm qiling degan yali va shunga bu oyat bilan maqtu narsalar hukm qilgan bo'ldi buni. Zanlar hukm qilish emas. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي. ابن حزم الظاهري'nin usulü iken bu manda tahlil qilish. وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي. Bu hamda fiqh tahlil usuliga uygun kildi deydi. Yaxshi bir usul iken. وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. Bu nimaga qaytidi olsa, shar'iy dalil bilan isbotlangan narsa boshqanda o'ylab qolgan yoki gumon bilan shak bilan ko'tarilib ketmaydi degan yerga bordi. Va mazhab ruju' ila al-asl. Hamda bu hukmning belgilanishi tarix bir ishda asli nimada desa, asliyaga borlasa, asli adamul hukmda, shunami? Bu adamul hukm shu asas qilinadi, shu kuchliq deb qaraganlar. Yani zidlik bo'lib qolgan chaqda aslimiz qaytmas. Chunki u maqtu dedi. Fa huwa mabniun ala anna ash-shak yusqitu al-hukm. Shak degan hukmni tushiribdi, ko'taribdi. Va annahu kala hukm. Bu xuddi hukm yo'q bilan o'xshash dedi. Bu mazhab Davud az-Zohiri. Demak, bu yerda Zohiri mazhabdagilar ikki tarafga bo'linib ketib qoldi. Davud az-Zohiri ya keyin kelgan hukm mas sabitmi, sabit emasmi deganda biz zanolab qoldi dedi. Asli keskin narsamitda adamul hukm dedi. Unda asli keskin narsaga tayinimiz dedi. Ibn Hazm deydi, shariat bilan belgilaniga bu keskinlik bo'lgan, udul naql qilgan ekan. Endi bu hukm sabit bo'lish bo'lmas, yana bir dalil bunda ehtimolli qolgan ekan, biz keskinragini tutmaymiz. Bu kuchli qarashgan. Walakin khalafahu Abu Muhammad ibn Hazm fi hada al-asl ma'a annahu min ashabi. Uning shogirdlaridan turliq. Shogirdi demasak aslida yani shu mazhabdagi, shu imomga agishgan olimlar deydi. Amaliyat bu uchrashib dars olgan ish yo'q, shunami? Qala al-qadi kim Ibn Rushd. فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول. Yani bu taharet kitabında biz umum kaide bulalaydigan meselelerdeki çoğun meselelerini bayan kılımız degan muşularını biz bayan koyuşuna muvaffak görgen. Ve illeti nutiqa biha fi şer'i ekteru zalik. Ama demek şeriatta köpünce şu ayet hadisler kelgen bundan bu meselelerde dedi. Ani nektira ma yata'alluq bil mantuq bihi. Şu ayet hadislerinin nutkuyla münasebetlik. İmma taalluqan qariban aw qariban min al-qarib. Ya bek yakın ya ki sen azraq yakın. Ve in tezekkerna li şey'in min hadal cins athbatnahu fi hadal bab. Yani bunun bunda bir yani isimiz kep qalsa, yani bunun qatib qo'ymiz. Hozircha mishakchi bo'ladi. Va aktar ma awwaltu fima naqaltuhu min nisbati hadhihi al-madahib ila arbabiha wa kitabul istidkar. Bu mazhabni ulamoning qarashini naql qilishda men tayanğınan ko'pincha ahvolda Ibn Abdul Barrninki istizkar degan kitobga tayandim deydi. Ba'zi İmam Ahmadning qitib qo'ydigo, bu hamda o'zi akab qo'ygan yeri. Ibn Hazmning Andalusninkini o'zi akab qo'ygan yeri bo'lishi mumkin. Va ana qad abahtu liman waqa'a min zalika ala wahmin li an yuslihahu. Men bir xato qilgan bo'lsam, tuzib qo'yishini uni ruxsat qildim. Men o'sha kitobni yani o'zgartirib tuzib qo'ysa ruxsat qildim. Ma'lumning o'zining kamtarligi, ilmiyligining alomati. Amaliyotda biz ba'zi narsani tuzib qo'ydik-ku, masalan, mazhabni naql qilishda, yoki bir so'z, balki ba'zi so'zni xato bisib qolganligi, Ibn Rushdning xatoligi emas u. Ko'chirib ezg'alning xatoligi bo'lishi mumkin. Masalan, mazhabni naql qilishda, ya al-Qadisda Abu Said deb qo'ydi, Abu Zar rivoyat qilgan. Bunda bir xatolikni o'sha muallif hamda tuzib qo'ygan bo'lsanglar deganlik uchun biz tuzib qo'ymagan bo'ladi. Kitabut Tahara shuning bilan oyoqlashdi. ولله الحمد والله المعين والموفق. كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض وندب والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في 4 أجناس. Yani bu kitab-ı salatta biz 4 türlük nasida söz kılışımız gerekli. Yani 4 cümle. El-cümletul ula fi ma'rifatul vücub ve ma yetallaqu bihi. Bu namazın vaciplığı ve vaciplik münasırlık işleri. İkinci mesele fi ma'rifatu şurutiha 3. Bunun şartı doğrulukları. Yani vaciplik şartı, sahih bulaş şartı, toluk bulaş şartları. Vel cümletu thalitatu şimdi mesela fi ma'rifati ma teştemel aleyhi min ef'al ve akval ve yel erkan. Asas özü ağan erkan karakterliler söz ve şirketleri. Vel cümletu rabiatu fi qadaiha bunu qaza qilish meselesi. Ve ma'rifat islah ma yaqa fiha min al-khalal ve cebrihi. Bunu boğan hatalıkın qanda o'ngshash tuzitish meselesi. لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات. Qanda o'ngshash meselesini bir xil qazo dairasiga kirgan. Shunga qazoga mulhaq qiladi. Chunki bir narsani ortiq qo'ydi, xato qilib qo'ysa, savollik sayziz qilaversa, bu muqaddamda qazo qilgandek bo'ldi ekan. Istidraka lima fat. Burun qo'ldan ketib qolgan narsani to'liqlab olgandek, o'ngshayotgandek bir ish bo'ldi. Jabrga shuning suniqini yamab o'tishgan. Yani onun nimalarni ruslaytish xato ketgan. الجملة الأولى وهذه الجملة فيها 4 مسائل هي في معنى أصول هذا الباب. Birinci türlük işladımı bu 4 mesele varken asas meseleler. المسألة الأولى في بيان وجوبها. الثانية في بيان عدد الواجبات منها. Demek vacip buluşu neçe, vacip olan namaz neçe. Üçüncüsü fi beyanın alamen tecib kimge vacip buludu. Dördüncüsü mel vacib alamen tarakeha mutaammiden. Qasdan uni qilmay tashlagan kishi qarta nima ish qilish kerak? Kafir bo'lamdi yoki jazolash kerakmi degandek. Al-masalatu amma wujubuha fabayyinu min al-kitab va sunnah wal ijma'. Bu aniq deydi. Kitob va sunnah. Yani ijma'ni shunga kelib qo'ydi. Kitob va sunnah yetarlikdir-ku. Xilof yo'lini taqo'tishadir. Xilof ehtimolligi yo'q deb. Va shuhratu zalik tughni an takallufil qawl fihi. Va bu oyatda aqimus salah andan nurg'un oyatlar bor. Bunun başka hadisleri mi? Nurgun hadisler kirlilik icmadım bu iniq. Ondan kim bu yerden deb o'tmaymiz. Fıkıh mezhebi okuyan çağda bu aldığımızda ötte demek. El-mes'eletu thaniyetu ve emma adadul vacib minha fe fihi qawlan. Yani bu namazdan vacib bo'lg'ini qaysilar son necha degan masala ikki xil qarash bor. Ahduma qawli Malik va Shafi'i vel akthar. Ko'pchilik olimlarga qarshi bu 5 namozdan iborat. Ya'ni vacib deganni farz bunda ishlatib berdigan bular. Zat amal mushriq o'rindimasan bo'lmaydi degan narsalar demakchi. Va thani qawl Abi Hanifa va ashabihi wa anna al-witra wajibun ma'al 5. 5 vaqt namoz bilan vitrmi vojib edi. Vaqtilafum hal yusamma ma thabata bis-sunnati wajiban aw fardan la ma'na lahu. Bu odamda sunnat kagini vojib deydi yoki Qur'onni kagini farz deb bu yerda tasdiqlash o'rni yo'q deydi. Nima uchun desa, bu yerda hozir amal qilmasang jazolansin degan gap mavjud. Va sabab ixtilafihim al-ahadithul muta'arida. Hadislarda bir xil bir-biriga ziddak ahvollar bor edi. Amal ahadithul lati mafhumuha wujubul 5 faqat. 5 vaqt namozdan vojib deb qaragan. Shunda mazmun chiqadigan hadislar yoki nas bo'lib kelgan hadislar deyli, bu bakchiq deydi. Sahih. Va min abyana fi dalika ma warada fi hadis al-Isra al-mashhur أنه لما بلغ الفرض إلى 5 قال له موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعته فقال تعالى هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي يقبل ده مش 5 bunu o'zgartmayman deb nima qilgan Sahih Buxoriyga hadisni bildi. Namoz farz qilingan Isro kechisiga shu Mi'raj vaqalikda bo'lgan ishlar. Va hadisul Arabiy al-mashhur alladhi sa'ala Nabiy sallallohu alayhi vasallam an al-islam faqala lahu 5 salawatin fil yawmi wal layla diyan. Qala hal alayya ghayruha? Qala la illa an tatawwa. Demak bu yerda uning boshqa vojib yo'q deganlikni bildirdi. Va amal ahadith allati mafhumuha wujub al-witr فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. Allah Teala yani bir namazını sizga ziyoda qilib berdi. Buni qildim ba'manlar degan bir buyruq keldi. Hamsun ve ya hamsun degan 5 vaqt namoz, lekin bu 50 vaqt bilan barobar savobini bermadi. Yani 50 vaqtga hisoblayman demoqchi.
5 vaqt namoz shu 50 vaqt namoz hisob shu. وحديث حارثة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. degan mushahidlik keldan bu hammasi vojiblikni bildirdi deb qarabdi. فمن رأى أن الزيادة هي نسخ bu ziyoda kelganlik, ya'ni vitrning vojib qilinishi 5 vaqt namoz deb belgilangan narsani bekor qilib o'tib 5 vaqt namozim bor, unda 6-sim bor deganlik deb qarasa, walam taqwa indahu hadhihi ahadith quwwa tablughu biha an takun nasikha tilka al-ahadith al-thabitat al-mashhura rajjahat tilka al-ahadith. Demak, keyingi hadislar vojib deb qargan hadislar sayyiqqa Isro Mirojning hadisida u darajaga yetmagan deb qaraganlar, ya'ni uni nasx qilolmaydi, u darajada kuchli emas deb qaraganlar shu mashhur sayyi hadisini shuni oldi deydi. Isroning hadisi 5 vaqt namoz bilan shu vojib bas yo'q deb. Va idan fa innahu thabata min qawlihi ta'ala fi hadis al-Isra innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya. Yana Isro hadisida Alloh taolaning da so'zim o'zgarmaydi dedi. Nima? Va zohiru annahu la yuzadu fiha va la yunqasu minha. Buningdan chiqib turibdi-ki, mana ortiq bo'lmaydi, kam bo'lmaydi degan. Va in kana huwa fi nuqsan azhar. Kemaytmayma deganda bakrak kanda jalliq ko'ransimi, lekin oshumayma deganlikni bildirib qo'ydi dedi. Wal xabar laysa yadkhuluhu an-nasx. Demak, bu yerda mush so'z xabar deydi. Ya'ni mening so'zim o'zgarmaydi degan bu xabar bo'lganda. Yahdiyakallohu rajulan. Bu anda qizil tuga demek. Qizil tuga deganni qanday tuga desam, tuganing muallaqlari turlari bo'ladi. Bu qizil tuga eng ativa tugisi Arabning. Eng qimmat, eng ozliq mollari. Bu xuddi bizga nisbatan oltindimi nima degandek, ya qo'yning bak ozliqlarini desak, qozoq qo'ydak, ya makti qo'ydimmi nima degandek, manda bir nima. Bir xil mubolag'ani bildiradi. Eng yaxshi mol dunyoda. Ya Arabning eng yaxshi millini bitta shu Humrun namda. Siriq tugila, qizg'o'sh kelgan tugila eng isl mol hisoblanadi. Eng yaxshi mol dunyosi bor desa, shu anda tugisi bo'lsa, ya shuni jiq tugisi bo'lsa, eng boy hisoblanadi. Shu ko'zaldagi bor narsalarni misol keltirib bergan bir iboramni bor. Va aydan fa innahu thabata min qawlihi ta'ala fi hadis al-Isra innahu la yubaddalu al-qawl ladayya wa zahiru annahu la yuzadu fiha wa la yunqas minha wa in kana huwa fi an-nuqsan adhar wal khabar laysa yadkhuluhu an-nasx. Demak, bu xabar deganga xabar qildi, u shundalam davomli shunda bo'lgan narsa o'zgarmaydi demak. Amaldan qoldirilmaydi. Amri nahiy bo'lsa, masalan, manchi namoz o'qinglar, 5 ni o'qinglar dedi. Unda ortiq o'qimalar. Keyin lekin 6 o'qinglar o'zgartirishi mumkin. Lekin bu Alloh taolaning bir xususiyatini xabar beryaptidir. Mening so'zim o'zgarib qolmaydi degandan davomli o'zgarib qolmaydi. U bekor qilib o'zgarib qolgan bo'lib qolmaydi demak. Va man balagat indahu quwwat hadhihi al-akhbar allati iqtadat az-ziyadata al-khams, ya'ni zadakum salatan man lam yutir falaysa minna degan mushahidlar xili jalliq deb qarasa, amal qilish vojib bo'ladi bu hadisga deb qaraganlar, Abu Hanifa awjabal masir ila hadhihi ziyada. Mushu ziyadaga ba'di dedi. Bunda ziyada deb qaradi dedi. Lasima in kana mimman yara anna ziyada la tujibu nasxan. Bular bu ziyadalik nasxni bildirmaydi deb qaragan bo'lib qolsa da bular bu, lekin bu Abu Hanifa bunda qaramaydi. Demak, mushu maslahatdir. Hanifi mazhabda vitr vojibga uchli imomning qarshidir. Abu Hanifaning qarshi. Abu Hanifa yolg'iz qarshi. Nima? Sahibayn jumhur ulam billah. Tamam. Abu Hanifa'da qarashlar bo'lmagan ekan, hadislarning tövbe hadis nimasini aytdi, kuchli ko'ringan ekan. Zadakum salatan al-witr haqqun andan man lam yutir falaysa minna degan iborat qarab bu vojib. 5 vaqt namoz vojibdi, keyin Alloh taolo ma'lum qilib vojib qilgan deb qarab. Albatta, unda buni vojib qilınca ba'zi talash qiluvdi Rasululloh vitrni ular ustida o'qigan, o'qimagan ma'nosini bayon qilib, napliga qiyos qilamdi, qilmamdi deydi. Boshqa aqliy dalil munaqishlari ko'p. Hatta deydigan masalan bu ziyoda degan, zadikum degan iboratni olib aytsak, ziyoda degan u mutlaq kang bo'lib ketgan napliga kirmaydi deydi. Bu bir necha son va 5 deb masalan, nima qilgan mahdud bir narsa bo'lgan bo'lsa, ma'nog'imi ziyoda ma'no qilib qo'yinglar deb munda keladi. Ammo umumizda kang ruxsat qilingan
mustahab deb qaralgan nafl ibodatlarga qachonlik qilsa bo'lganligi unda soni aniq bo'lmagan narsaga ziyoda qilish yo'q deb unda tahlil qildi. Qanday bo'lmasa vitr biz amal qilamiz. Endi avli sunnat deb bunda qaragan taqdirda bu sunnatni bir xil sunna muakkadadan yuqroq tutib, vojib bilan sunnatning o'ttirida bir narsa deydi ular. Ya'ni bu odat sunnat deb bunda demaydi. Ya'ni vojib bilan sunnatning o'ttiri bir darajadek bir narsa deydi. Davomga amal qilish shartini beklam ta'kidlangan. Ba'zi vitrning qazosini o'qish va ba'zi asarildi-ku. Unda o'lnikan, endi hadislar nima dalil qilganimi asosan bir xil o'ttiri nisbat nima qilsak bir hasan darajadagi hadislar. İmam Abu Hanife nima qilgan? Odatda amal qilingan hadislar. Davomga buning vitrning vojib bo'lishi bizga nisbatan yana baribir yani amal qilib manaveramiz. Yani amal qilish bilan bir xil ehtiyot doirasida turgan bo'lamiz. Hech qanday yani gardimizda nima qilmaydi. Yani vojib qilib qolsa qilmaydi. Sunnat bo'lsa yani savob berishimiz. Ikki tariqa ziyon tortmaydi. Qazosini qildi degan olimlar ba'zi taqa uni bomdatdan kim qazosini qildi degan. Qazosini qilmaydi deganmi oz bir qism bor, lekin ko'pchilik qazosini qildi. Esimni qilish. Sunnat deganlar o'qasa qazosini qilmaydi. Sunnat deganlarmi balki u qazosini qilishda qildi deyish mumkin. Masalan, bomdatning sunnatini qazo qilgan ba'zi qarashlar bor. Boshda o'qiyamasak keyin o'qiydigan. Rasulullohga birisi gap qilmadi deb sunnatni o'qiyotgan chog'da. Bomdatni to'ytirga o'qimtansa qash kirkin o'qiyamagan tayamlasa gap qilmam. Shunga qazosini qilish bor deb qarash mumkin sunnatni. Rasulullohga peshimdan kirgan sunnatini vaqt kap qilib, mashg'ul bo'lib qilib keyin asrdagi o'qidimi qazo qildi. Unda ya'ni bu deganlik yani qazo qilish balki endi vojib deb qaragancha qazo qilish vojib yoki endi sunnatning qazosini qilish yoki vojib emas mustahab deb qaragan bunda farq bo'lishi mumkin. Lekin bu hamda Abu Hanifa boshqa mazhablardan jumhurda yolg'iz chiqib qolgan masala. Hatto sahibaynmi jumhurga o'tib ketishini. Mushunda masalalarda Imom Abu Hanifa yolg'iz chiqib qolgan masalalarda ixtilofda qarasanglar, xilof qattiq kuchli buning. Imom Abu Hanifaning tayangan nimasi beklam kuchli mushunda masalalarda. Shunga bek kuchlilikni es qilganlik uchun bütün cumhur ayağına ötep geçsimi, to'liq ishonchi bilan, to'liq qanoat bilan ching turug'liq. Zalim şu shogirdlarim ayağına ötep ketib, yolg'iz qolib qolgan masalada delili bek kuchli. Ayni tafsili selishtirsa kuchli chiqadi. Ko'pincha masalalar. Albatta otda zakat varmı yo'qmi degandek masala emaslar. Abu Hanifa'ning qarashi kuchli. Buni cumhur ayağına ötep ketirlar. Sahibayn cumhur alhamdulillah hammasi bir tarafga o'tib. Yani infiradat deylar buni. Yani munfarid bo'lgan masalalarda delil intayin kuchli. La nikah illa bi vali degan masalada masalan. Unda najib kuchli dalil tayinlar. Endi ixtilofiy masala bo'lsa-mu Abu Hanifa favqulodda kuchli dalil bo'lganda andan chin turgan, kejlik qilib, to'g'rimi shu to'liq qanoat bo'lganlik. Chunki o'zining qanoatida to'g'ri deb dalil isbotlab tursa, yo'q endi bu ko'pchilik bundazimi mana chiqib bo'lib qolmaydi deb uni qarashini qo'yash yo'q qo'ygan ekan. Mujtahid olim bo'lgan ekan, dalil kuchli deb qaragan bo'yicha chin turadi. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.